Shu paytgacha chebureklarni faqat go'shtli bo'ladi deb o'ylagan bo'lsangiz, adashasiz. Ibrohim sabab cheburekning nachinkasi ham o'zgarib ketdi. Lekin ishonavering, go'shtli nachinkadan o'tsa o'tadiki, umuman qolishmaydi. Cheburekni originalniy xamirini tayyorlab olamiz. 250 gram qaynaganiga 5 minut bo'lgan qaynoqqina suvga 1 choy qoshiq tuz, 3 osh qoshiq o'simlik yog'ini solib, 500 gram vishi sort unimizni solib, o'rtacha yumshoqlikda xamir qorib olamiz. Albatta, xamirga ishlov berish esingizdan chiqmasin. Tayyorlab olgan xamirimizni 12 bo'lakga bo'lib, yuqa qilib yoyib, oldindan tayyorlangan 1 osh qoshiq kartoshka pyuregidan solib, tabga ko'ra yaxshi eriydigan siridan solib, chetlarini xuddi shunaqa qilib tugib olamiz. Ana endi kommentga o'zingiz yozing. Chebureklarni bu usulda tayyorlash sizga yoqdimi, yo'qmi? Tayyorlab ko'rgan bo'larmidingiz? Yog'i yaxshilab qizdirib, o'rta olovdan ozgina pastroq olovda xuddi shu tariqa pishirib olasizlar. Ustidan yog' quyib, cho'miltirib turish esdan chiqmasin. Ana o'shanda ustalari qarsilloq bo'lib, vakchalar hosil bo'ladi. Bu mazali, qaynoqqina ustalari qarsilloq chebureklarni sizga kim pishirib berishini xohlaysiz? Ana o'shanga jo'natib qo'ying. Ovqatga injiq farzandim challengening 14-kuni Ibrohimga juda ham yoqdi.